Norm yoki g'alati? Kelinlar bir maza qilinglar. Qizi keserva bo'lsa, bolam o'zingni ehtiyot qilgin, ancha qiynalding-a deb turib, kelin keserva bo'lganda, voy siz tug'dim demang, dard bilmasdan shundoq tug'dingiz. Shundoq kesib olishdi bolani deb ta'naq qilish. Norm yoki g'alati? Farzandsizlik sinovi bor oilalarda agarda ayb o'g'ilda bo'lsa yashirib, mabodo ayb kelinda bo'lsa, voy kelinim tug'mas ekan deb butun mahallaga jar solish. Norm yoki g'alati? O'g'il farzand ko'p tug'ilsa, bolamni beli baquvvatda deb kerilib, qiz ko'p bo'lsa, bu xotining o'g'il tug'maydi deyish. Norm yoki g'alati? Bola tinmay yig'layotgan paytda, nimaga yig'layotganini bilolmay xunobi chiqayotgan paytda, shu bolani otasi kelib, nimaga yig'layapti deb savol berib, battar asabni buzish. Norm yoki g'alati? Menimcha bu ko'pchilikda norm. Bechora kelinlarni eri olib bergan kiyimlarni ham bemalol kiyolmasdan, qo'rqqanidan hammadan berkitib, uydagilar olib berishdi, onam olib berdilar deyishga majbur qilish. Norm yoki g'alati? 8 oylik homilador kelinga uydagi hamma yumushni yuklab, lekin ertaga birovni xonadoniga kelin bo'lib boradigan qiz, qaynsingil, loqal yegan ovqatini kosasini yuvmasligi. Norm yoki g'alati? O'zini hayotini tartibga sola olmay kunda qaynonasini onasiga yomonlaydigan qizlar, ota uyga kelganda tinch yashayotgan kelinning ishidan ayb qidirib, fitna qilib, unga uy tutishi, qaynotasiga qanday xizmat qilishni o'rgatishi. Norm yoki g'alati? Shuncha payt xizmat qilib kelib, kichik kelin tushgandan keyin hamma ishni sansalar qiladigan, o'zini qaynonadek tutadigan, hatto bolasini ham ovsinga tashlab ketadigan katta kelinlar shu qilayotganlaringiz norm yoki g'alati? Shuncha gaplardan keyin like, podpiska bosish o'rniga negativ yozish norm yoki g'alati? Menimcha bunisi g'alati bo'lsa kerak.